ham o'zi kelib hozir ko'rishib bu yerda ancha hazil huzul bo'ldi. Hozir aka ketib qolishdi o'zi. Ya, narigi ichkariga o'tib ketdi. Nariga ketib qolishdi. Qadrli akalarim ketib qolibdimi yerda, ajoyib qadrdon akalar yerda hazil huzul qilib ishlar tugatdik. Bugungi o'zida 2-3 joyda ish bitkazib keldik. Hozir ko'p joyda splashnoy tavsiya qilyapmiz. Gipsogardon qilib yana qirg'oqga narsa rasxod ko'paytirgandan ko'ra aka, hozir splashnoy zo'r chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorakaltak degan joyga keldik. Bu yerda mana natijnoy patologlarimizni ajoyib chiroyli holatda qilib berdik. Xonadon egalari ham mana shu yerda. Aka mana ishlarni ko'rdingiz, xudo xolasa, ish jarayonlarini ham kuzatib bordingiz. Ustalarning ishiga ham ahamiyat berdingiz aka. Qanaqa fikrdasiz aka? Aka, endi nima desa bo'ladi? Fikrim aka yaxshi aka. Ishlaring zo'r. Bexijolat ekan aka. Menga yoqdi. Qisqasi. O'sha YouTube'da ko'rgansiz, siz ham misol videolarimizni ko'rgansiz. Shuni ko'rib turib, shu narsa haqiqatan ham misol shu videodagi narsa haqiqatan ham bo'larmikin degan har xil xayollar bo'ladi-yu, shu narsa o'tgan bo'lsa kerak. Sizda ham aka ozgina bo'lsa ham. Mana endi o'zingizda shu narsa bo'ldi aka. Obunachilarimizga bu narsani xudo xolasa tavsiya qilaverasizmi aka? Aka, tavsiya qilaman aka. Tavsiya qilasiz aka. Tavsiya qilsa bo'laveradigan aka. Ishlari ham zo'r. Tekis chiroyli ekan aka. Bo'ldi, xudo xolasa qarindosh urug'larga, gruppadagi hammaga xullas videolarni chiroyli qilib montajni qilib chiqaramiz. Tavsiya qilib reklama qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Buni endi aka qirg'oqlariga aka, buni misol bahorda qildirasiz, qachon qildirsangiz ham qirg'oqlarga o'shani po'kaklardan yoshtirib ramka qilib, bag'lariga shpagilovkalar tortib bemalol qilsa bo'laveradi. Hali ko'pchilik aytadi shkaturkani oldin shpagilovkalar tortib olish kerak, unaqa emas. Bu narsa misol shpatilni tepa tomonidan 5 sm yetib borsa ham, ariga yetib olmasa ham o'sha natijaga yetib oladi. O'sha po'kak yopib yuboradi o'z joyini. O'shandan ish zo'r chiqaradi. Mana shu hozir ko'p joyda splashnoy tavsiya qilyapmiz. Gipsogardon qilib yana qirg'oqga narsa rasxod ko'paytirgandan ko'ra aka, hozir splashnoy zo'r chiqyapti aka. Ajoyib holat. Zo'r chiqyapti haqiqatda. O'zi hozir mahalladoshlaringiz ham o'zi kelib hozir ko'rishib bu yerda ancha hazil huzul bo'ldi. Hozir aka ketib qolishdi o'zi. Ya, narigi ichkariga o'tib ketdi. Nariga ketib qolishdi. Qadrli akalarim ketib qolibdimi yerda, ajoyib qadrdon akalar yerda hazil huzul qilib ishlar tugatdik. Akalar videoda bizni ko'rib turgan bo'lsa, layklar bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, o'zim razmerlarni o'lchagani boraman. Aka mana siznikiga ham o'zim keldim, men razmerlarni o'lchaganim. O'z keldingiz. O'zim kelib tavsiyalarni berdim. O'sha katalogda tanlagan gulimiz mana o'sha holat chiqdimi aka? O'sha holat chiqdi aka. O'sha qanday bo'lsa o'shanday chiqdi. Qanday bo'lsa o'shanday chiqdi. Tiniqligiga ham ahamiyat bering, yaxshi. Zo'r. Ko'pchilik ko'p joyda qilayotgan joyimizda bitirib bo'lganimizdan keyin salafanini shilmaymiz, hali boshida salafani bo'lib, voy buncha xira deyshadi-da. O'sha salafanini siling, unaqa bo'lgandan keyin shilingandan keyin bu narsa yarki bo'lib qoladi. Tiniq bo'lib. Bemalol bu narsani aka, yana bitta narsa men o'zim tavsiya ham beraman. Haligi YouTube'da yana shu videolarni ham qo'yib qo'yganman. Shvabraga o'xshagan tapalaq narsa bo'ladi. Ashundan bitta qilib olinsa, bemalol artsa bo'ladi. Ayollar ham qiynalmaydi. Bu chaynicha o'ziga ham olavermaydi bu narsa. Bemalol shunaqa narsadan joyga artib tursa bo'laveradi. Keyin boshqa narsaga ishlataverasiz. Shu aka, bizga savollar bormi aka? Yo'q, aka. Ustalardan kamchilik, birorta muammo bo'lsa ayting aka. Yo, ustalar ham zo'r aka. Hamma yo'q joyida aka. Hamma yo'q joyida aka. Ustalar ham zo'r ekan aka. Yo'q, savollar aka. Ha, hazil huzul qilib juda yaxshi. Bunaqa odamni ko'ngliga tegadi. Yaxshi beg'ubor, yaxshi nimalar, sanovchilarimiz juda ham bir yaxshi ochiq ko'ngil. Shunaqa, nimasi yo'q. Hali gina qilib yo bo'lmasam bir narsalar saqlab, qog'in solib yurmaydi. Hazil huzul qilib, mana shunaqa hali ishni ham o'zi ko'ryapsiz-ku. Shu narsani hisobiga ish ham tez tugaganini bilib, maqtatgani ham bilinmay qoladi. To'g'ri. Yaxshi, xullas, xudo xolasa. Qadrli obunachilar,
xizmatlarimiz shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xohlasa mana akamiz bilan suhbatimiz yakuniga yetdi, ishlarimiz tugadi. Xudo xohlasa bizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa yangi videolarni qilib chiqaraman. Zo'r chiqadi xudo xohlasa. Keyin kataloglarimizda xullas yangi variantlar kelgan. Shu narsalarni gullardan ham ko'pchilikka tashlab beryapman. Telegram kanalimizga yozinglar. Shu nomerda Telegram bor. Shu nomerdan adreslaringni yozib tashlab qo'ysalaring, tavsiyalarimizni beramiz. Xonalaringga qanaqa narsa ketadi? Xullas, o'zimiz tanlashib yuboramiz xullas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akam, sizga ham kattakon rahmat aka. Aka sog' bo'linglar. Mana o'sha kecham bo'lib qoldi o'sha endi. Ha. Qaytadigan payt bo'lib qoldi. O'sha kunduzi bilan o'sha kechga yaqin siznikini qo'yib yuboringda. Bugunda o'zida 2-3 ta joyda ish bitkazib keldik. Kutdim kechgacha sizlarni. Ha. Bugun ertaga kelib olishi mumkin deganingizga kechgacha kutib turib. Bugun qo'yib yuborishimiz sababi chunki Tashlaq tomonidan ham ish olganmiz-da. Ha. Tashlaq tomonidan misol o'sha aytilgan kunga iloji boricha qilib beramiz. Sababi ertasi kunga siz ishingiz qolib ketsa, ishlar chalkashib, cho'zilib ketib qoladi 3-4 kunga. O'shaning uchun bizda o'zi 1 kun muddatda tayyor bo'ladi. 1 kun muddatda tayyorlab olib borib o'rnatib beramiz aka. Ha. Razmeri o'zi bir kunda chiqadi. Razmeri o'zi 1 kunda chiqadi. Bu narsa o'zi tayyorlanishi 2 soat ichida o'zi tayyor bo'ladi bu narsa. Prosta hozir misol qishki kunida ham 1 kunga olyapmiz ishlarni. Qishki kunida hozir hamma o'sha qishda to'lqa natijani qildiryapti. Chunki duvolda sovuq, duvolga baribir bo'y tashlab yuboradi deydi. Bu narsa tashlab yubormaydi. Bemalol bahorda ham hech narsa bo'lmay turaveradi. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xohlasa qarindosh urug'larga ham tavsiya qiling. Xudo xohlasa aka. Tavsiya. Bu ham bu video ham esdalik bo'lib qoladi-da. Qadrli obunachilar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Xudo xohlasa aloqaga chiqinglar. Keyingi xonadon sizlarga bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa o'zim borib tavsiyalarni beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, rahmat sizga ham, omon bo'ling. Rahmat aka. Sog' Tashkillarda ko'rishaveraylik. Sog' bo'linglar.